Ko'nglimni bu qafasini havas buzdi. Sani mashinang yuribdimi? Otaxon, ishqilib o'ziga hech narsa qilmadimi? O'g'lim tormozim ushlamay qoldi. Ko'rmay qopman. Ayibmanda birorta ustoz bo'lsa, olib borsak qildirib berardim. Menga qara, mashina yangi mashina bo'lsa, o'zini qildirma, yangi qo'ydirgin. To'g'ri gapiryapti. Hozir buni narxi $1000 tushib ketadi. Otaxon, mashina olganimga 1 oy bo'ldi. Menga o'zini qilib bermasdan yangi qo'yib berasiz. O'g'lim, men oddiy bitta kirakash bo'lsam, mana shu mashinada tirikchilik qilaman. Xo'p, siz uyimda 1 million so'm yig'ib qo'ygan pulim bor. Qolganini kelishsa, o'ymoq qilib uzib yuborardim. Mana keldi muxlabgachi. Uka, 1 minutga qarab oling, maylimi? Uka, mana 1 million so'm pul. Buni har kun nevaramga 15 ming, 20 ming so'mdan berib turdim, velosiped olib beraman deb. Sizdan iltimos, shu nevaramga borib, keyingi oy o'zim senga velosiped olib beraman deb qo'ying, ko'ngli o'ksimasin.